O'zimga o'zim botoks qilganman 2-iyulda, bugun 6-iyul va sizlar bilan natijani bo'lishmoqchiman. Nimaga bunaqa tez natija bilinadi desalaringiz, birinchi marta botoks oladiganlarga baribir natija tezroq bilinadi, har doim olib yuradiganlarga esa 1 hafta 2 haftada bilinadi. Kosmetologiyani o'rganib turib shuni tushundimki, siz o'zingizga o'zingiz ukolni qilsangiz, o'zingizga o'zingiz sinab ko'rsangiz, nima ichingizdan o'tyapti, nimani his qilyapsiz, hamma narsani to'liq ravishda tushuntirib bera olasiz. Sizlarga hozir ko'rsataman, haqiqatdan 2-iyul kuni botoks qilingan. Ajinlarimni ko'ryapsizlar, peshonamning oldida yaxshigina 3 ta skladkam bor. Ikkita qo'shimning o'rtasi ham yaxshigina qisilib, 2 ta chiziq tushiryapti. Mimika qilganingizda paydo bo'ladigan siniq, siz agar uni oldini olmasangiz, mana shu siniq mimika qilmagan paytingizda ham sinib qolib ketadi. Bilaman, hozir savol bo'ladi, qanday o'zingizga o'zingiz qo'rqmasdan qildingiz deb. Даже boshqalar ham menga aytdi, o'zingga o'zing qilma, og'riydi, qanday o'zingga o'zing qilasan? Botoks bo'lsa bu oson narsa emas, ko'zing tushib qolishi mumkin, qoshing tushib qolishi mumkin deb, lekin men aynan qaysi mushakka qilayotganligimni bilgan holatda o'zimga ishonib, chunki yuzdagi har bitta mushakni yodlab chiqqanman, sizning yuzingizga qarab turib men mushaklaringizni ko'ra olaman. Muzlatadigan surtmasdan o'zimga o'zim botoks qildim. Da, конечно, muzlatadigan surtmasdan ozgina og'ridi menga. Videosini men bu yerda qo'yib, hammasini ko'rsatib beraman sizlarga. Sizlar bilan hozir shuni rezultatini bo'lishmoqchiman. 4 kunlik rezultat bu qizlar. Yaxshilab e'tibor bilan qaranglar.